qadrli kitobxonlar, bugun sizga taqdim etgan kitobimiz bu. Sevimli yozuvchimiz, o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani. Roman 1918-1926-yillarda yozilgan roman hisoblanib, o'zbek adabiyotidagi eng sara va tarixiy romanlardan biri hisoblanadi. Romanda xonlik zamoni, Toshkent xonligi haqida ko'proq ma'lumotlar keltirib o'tilgan hamda ozroq buyoqlar so'zlar bilan jilovlangan. Lekin faqat romanda Otabek va Kumush sevgisiga ko'proq urg'u berilgan. Romandagi qahramonlar Yusufbek Hoji, O'zbek Oyim, Otabek va Kumush, Usta Ali, Mirzakarim Qutidor va Xushro'y Bibi va Zaynab bibilar. Biz ularni salbiy va ijobiy qahramonlarga bo'lishimiz mumkin. Misol uchun salbiy qahramonlarga Homidni kiritishimiz mumkin. Homid Kumush va Otabekning sevgisiga qarshi chiqadi va ularni va Kumushni o'g'irlamoqchi bo'ladi. Bu voqea payshanba kuni kechasida yuz beradi va payshanba kechasida Homid va uning 3 do'sti o'g'irlikka kirmoqchi bo'ladi. Lekin Otabek buni sezib qolib, 3 do'sti va Homidni o'ldiradi. Va roman oxirida Kumush o'z sevgisiga yetadi, lekin Zaynab uni zaharlab o'ldiradi va o'sha kunning o'zidayoq Kumush vafot etadi va o'sha qabristonda va Zaynab paydo bo'lib qoladi va men Kumush deb tentak bo'lib qolgan edi va Otabek unga aslo qaramaydi, chunki u baxil, saxiy, birovni ko'rolmaydiganlar xilidan edi. O'tgan kunlar roman 1918-1926-yillarda yozilganiga e'tibor bersak, 1918-yillarda ahvol juda ham og'ir. Buni ustiga Turkiston muhiti tormor qilingan, mamlakatda ocharchilik yuz bergan, odamlar ocharchilikdan qiynalayotgan, ko'plab bolalar ochlikdan o'layotgan bir paytida Abdulla Qodiriy o'sha romanni yozishga kirishdi. Roman yozilayotgan paytlarda Sher Muhammadbek va boshqa milliy ozodlik kurashchilar kurashayotgan bir davrda Abdulla Qodiriy o'sha katta romanni yozishga kirishdi. Roman yozishda Abdulla Qodiriy Toshkent Qo'qonga borib, Otabek va Kumush haqida surishtirdi va ma'lumotlar oldi va aynan o'sha ma'lumotlar asosida, xotirlar asosida O'tgan kunlar romani vujudga keldi. O'tgan kunlar romani Abdulla Qodiriy qatag'on qilingach 1937-yilda yozish, o'rganish, o'qish taqiqlandi. Faqat 1956-yilga kelib, ya'ni SSR rahbari Nikita Xrushchyovning iliqlik davri boshlanguniga qadar Abdulla Qodiriy asarlarini o'rganish, kitoblarini o'qish, asarlarni o'rganish, u haqda bir og'iz so'z ochish ham taqiqlandi. 1956-yilga kelib Abdulla Qodiriyning asarlari ham o'zi ham oqlandi. Abdulla Qodiriy garchi jismonan yo'q qilingan bo'lsa-da, ma'nan Sovet hukumati ularni yo'q qilishga erisha olmadi. Faqatgina O'tgan kunlar, Mehrobdan chang romanlari Kril yozuvida nashr etildi. 1918-yilda o'zbek kinorejissyori tomonidan O'tgan kunlar badiiy filmi suratga olindi. Lekin o'sha paytda Moskva markazining mafkurasi o'sha kinoda ham doimo bo'y ko'rsatib turgan. Filmda rol ijro etgan aktyorlar bir-biridan o'zbek san'atining haqiqiy fidoyilari edi. Misol uchun, Kumush rolini ijro etgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Jamilova va O'zbekiston xalq artisti O'lmas Alxo'jayev o'zbek kino tarixida o'chmas iz qoldirdi. Otabek rolini ijro etgan O'lmas Alxo'jayev o'zbek kinosi tarixiga o'zbekning Otabegi degan nom qoldirdi va o'zidan katta haykal qoldirib ketdi. 1998-yil esa kinorejissyor Milis Avzalov tomonidan O'tgan kunlar badiiy filmining ikkinchi variant filmi suratga olindi. Faqat bu film ikki qismli edi. Avvali, ya'ni 1918-yilda olingan badiiy filmda faqat bir film ikki qismli olinishi kerak bo'lgan. Lekin film bir qismli olingan. Faqat 1998-yilga kelib Milis Avzalov tomonidan bu film ikki qismli qilingan va bu film katta shuhratga erishgan. Qo'limdagi O'tgan kunlar romani faqat o'zbek tiliga emas, barcha tillarga, qozoq, rus, ukrain, tojik, turkman tillariga tarjima qilingan. Hattoki bir ingliz sharqshunosi tomonidan bu kitob ingliz tiliga tarjima qilindi va kitob o'zbek kitobxonlar qalbidan sevimli joy olgan. Faqat Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani emas, Mehrobdan chang va boshqa romanlari dunyo yuzini ko'rgan va
jahon miqyosi orasida katta shuhratga erishgan romanlardan biri hisoblanadi. O'tgan kunlar kitobidagi so'zlardan ma'no ilg'ab olish juda ham oson. Misol uchun oladigan bo'lsak, moziga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar. Aynan Abdulla Qodiriy romanda ko'plab o'zbek xalq maqollariga urg'u bergan. Moziga qaytib ish ko'rish va boshqa maqollar. Misol uchun oyni etak bilan yopib bo'lmas, sut bilan kirgan jon bilan kirar kabi o'zbek maqollarini ham ishlatgan va o'zbek adabiy tilida juda ham chiroyli so'zlar, juda ham chiroyli atamalarni ishlatgan yozuvchi hisoblanadi. Abdulla Qodiriy o'zbek tarixida o'tgan kunlarni yaratgan mohir yozuvchi, mohir adib, mohir publisist sifatida tarixda qoldi. Aytganimdek, Abdulla Qodiriyning faqat o'tgan kunlar romani emas, o'tgan kunlar, Mehrobdan choy romani ham o'zbek xalqi va jahon miqyosi orasida eng mashhur va eng salmoqli romanlardan biri hisoblanadi. Qaysidir bozorlarga, qaysidir kitob do'konlariga borsangiz, o'sha o'tgan kunlar kitobini olishingiz mumkin. Xohlasa 17 ming turadi, 20 ming turadi va bu kitobni o'qishingiz mumkin. Bu kitobda o'zbek eski adabiy til bo'lsa-da, bu so'zlar hozirda o'z o'rnini yo'qotgan bo'lsa-da, hozirgi dolzarbligini yo'qotmaydi. Aynan mana shu o'tgan kunlar romanda jamiyatdagi illatlar, misol uchun poraxo'rlik, chaqimchilik va boshqa illatlar o'z ko'z ostiga olingan romanlardan biri hisoblanadi. Abdulla Qodiriy o'z davrining eng mashhur yozuvchisi va eng mashhur publisist yozuvchilardan biri edi.